Va bolaga qarasang-chi, bitta bola qarashni ham bilmaysan, ha? Kechirib qo'yasiz, birinchi marta erga tegishim men ham. Hop, nima bo'lyapti? Qara bunga. Yig'layapti. Bermanga, qoch. O jonim. Qo'ldan bo'lgandingizmi? Nima qilish kerak unaqa paytda? Katta xolayiniki qilish kerak, bu yoqqa kelish kerak, bolaga qarash kerak. Bolam, 1 yosh bo'lding-ku. Bomba qo'ydingmi yana? Anna, adasi allergiya berib yormas ekanmi? Yo'q, bu hech qanaqa allergiya bermas ekan. Perlan pamperslarchi 12 soat ichida berar ekan. Portalab chetlardan chiqib ketib yurmaydi. Qarang, vlajnisi ham bor ekan. Ha, nimaga sen shuni oqlab bilmagansan? Bolamiz уже 1 yosh bo'ldi. Men sizga yana bir marta aytibman, birinchi marta erga tegishim. Bilmayman mana. Qanchalar go'zal, naqadar shirin, ko'rganingda zavqliroq. Voy bu, kam bitta bola sanda bo'lsang, unaqa vohma qilib tashamang, ha? Chiqayotgan bo'lishi mumkin. Qonidan bo'lsa yig'laydi. Ha, hozir men senga dorilarni cho'tki spiskasini tashab beraman. To'ba. Hozirgi yoshlarga ham hayronsan, xotin. Biz hech unaqa bo'lmaganmiz, to'g'rimi? Umuman. Katta bo'lganini qarab.